обсуждение, 4-chi часть. Уже menga birinchi ayollar nafrat ko'zi bilan qarashyapti. Men bu videolarim bilan ikkinchi xotinlikni oqlamoqchi emasman, lekin hammada vaziyat har xil bo'ladi. Misol uchun kimdir majbur bo'ladi. Tем более bizada oldingi buyuk odamlarni ham to'rtalab xotinligisi bo'lgan. Nimaga endi imini bizani zamonga kelib ikkinchi xotinlar fohisha, ikkinchi xotinlar buzuq, ikkinchi xotinlar yana nimadir bo'lib ketdi. Nega bir tushunchamiz bizani bir buzilib ketyapti? Payg'ambarimizning nechta ayollari bo'lgan? Shunda ular hammaligisi shunaqa sizlar aytgandek bo'lishganmi? Yo ikkita xotin qilgan erkakni nafsi buzuq bo'lgan deysizlar. Payg'ambarimiz nima? Astag'firulloh, tavba qildim. Ozgina bundoq mana buni ishlatib, bizagacha mana bu narsachi o'ylab, fikrlab muhokama qilish uchun berilganda, og'zimizdan alamzada bo'lib tuv etib qo'yib yuborish uchun berilmagan. Voy, har bitta mana bundan chiqayotgan so'zimizni ertaga buni javobi bor-ku. Qandoq qilib sizlar xohlagan gapinglarni gapirib yuborasizlar. Mayli sizlar uchun buzuqdir ikkinchi ayollar, lekin ichinglarda olib o'tiringlar, noto'g'ri gap gapirib qo'ymasdan. Birinchi ayollar, go. Ikkinchi xotinlarni. Astag'firulloh, tavba qildim. Ya, hech kimning uyi buzilmasin, hattoki qushi ham ini buzilmasin men uchun. Prosta ikkinchi ayollarni yomon o'qiyotganlarga qarab aytyapman deyman bu gaplarni. Oldinglarda qizinglar bor, ehtiyot bo'linglar.